Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamish, Rossiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda Xitoyningki turmusda begunoh kesilib ketgan ota-onamningki o'rligi, ozodligi uchun shundaqla vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchiliklarni Rossiya hukumatiga anglitib Xitoyni shu Shvetsiyaning ichida bir kunmi oromini qo'ymaslik uchun o'sha Shvetsiya parlamentining oldida turibman. Men oldidan har qaysi qarindoshlarningki ota-onasiga ega chiqishni, ota-onasiga ega chiqish jarayonida o'zlariningki vataniga ega chiqish ekanligini, qanday bo'lganligini his qilganligini deb o'tmoqchi. Ondan keyin qarindoshlar, ota-onamiz Xitoyningki qorong'u zindonlarda dafsanalar o'tib ketib bordi. Ularningki har bir kuni Xitoyningki teshidagi Uyg'urlarmi shu rejim ostida yashayotdi. Lekin ichidagilari tas, ma yosh cho'ngib qolgan chog'da texim tas qarindoshlar. Buni qilib, shu ota-onamizga ega chiqadigan, mushlarni qutqizadigan ishni qilaylik qarindoshlar. Cho'ng gaplarni to'plada par-pur qiladi ekanmiz, hammayat yog'dirib o'tir ekanmiz. Lekin ota-onamiz kelgan chog'da jim turib oldi ekanmiz. Shundaq. Undan keyin meningki shu dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yilda 5-23 kun tug'ilgan. Opam Sadat Bovdun bo'lsa 1956-yilda 8-21 kun tug'ilgan. Bular 2017-yili Xitoyningki G'uljiningki bo'zdagi turmusiga ochib ketib, bularni shu nimada qonunsiz tarbiyalash qilib olgan, keyin undan keyin bularni keyin kesib o'tgan. Ondan keyin hozirgacha bular Xitoyningki turmusida yashayotdi. Xitoyning turmusining ichida yashayotdi. Shuningga men Xitoy kommunistlarininki har vaqt xalqimizningki shu vatanimizning ichida qilayotgan irqiy qirg'inchiliklarni, zulmlarni to'xtatishni talab qilaman. Shundaqla ota-onamni tezdan meningki ozodlikqa, hurlikka, erkinlikka chiqarishni talab qilaman. Buningki beshida ishlarim shunday yaxshi menyotgan chog'da dunyo huquq qurultayidagi nopozaq bir odam shunday va'dalarni berib, ota-onamni turmudan chiqarib berganligi, Shangangdagi bir Xitoylar bilan gaplashganligi, undan keyin shu chiqadiganlik to'g'risida va'dalarni berib, menga o'ziningki shaxsiy ishlarni qilg'izdi. Eng oxirida shu Amerikadagi Zubayra degan qanjiqdan bir materiallarni akab meni josuslik qilmoqchi bo'ldi. Bu Zubayra degan G'ulsharda 2 xansut o'qituvchi bo'lgan. Keyin ondan keyin ota-onasi inisi mushta deydi, meningki inimni shunda qildi deydi. Lekin ana mush qurultaydagilar bilan birlashib ishlab, ashta uning buning materiallarini to'shib, shunda nima qiladi? Shunda materiallarni to'shib, shunda xalqlarni josuslik qilishga undaydi. O'zlarinikimi qandaqdir bir nishon maqsadlari bo'lg'ashqa, shunda tutilib qolgan bo'lg'ashqa, o'zininki fuqamni haq qanday qilyapti, bunday qilyapti deydi. Shunday gap. Meningki ota-onamni chiqib kirgizayotgan odamni men umrimda, hayotimda bir qitimmi shu yerida turmayman ham har qitim uni ko'rsam g'azab nafratimni yog'diraman uningga. Hech qachon buning bilan birlikka kelishga bir yer kelib boqmadim. Hatto u tunugimmi azroq menga telefon qilib jidallarni qilgan bo'lsa-mu, men Facebook yozgandim, asli bir ochiq bayonot beraman degandim. Asli bu ishni qonuniy yo'l orqali qaysi bir tashkilot kuch ko'rdi yoki qaysi bir odam shu ishning kafarda qildi ba, buni men Shvetsiya soqchi idoralariga, shaxsiy soqchi idoralariga bayonot qilish orqali bu narsani yo'llayman. Andan keyin qarindoshlarningki vaqtida ota-onasiga ega chiqishi hech qachonda nima qilib qolmaslik uchun, hech qachonda ro'yini tushkunlashtirmaslik uchun ota-onalarga ega chiqib, doim o'sha ota-onalarning uchun destak turishni umid qilaman. Andan keyin Amerikadagi qarindoshlarningkimi doim shundaq shu
yaxshi birlikda ittifoq holati turib, atallarga ega chiqishini umid qilaman. Atallarga ega chiqishini umid qilaman. Shundaqla Amerikadagi shu Rabia Qadir, Olim Seyitov, Umar Qanot, Abbas ailasi shu bizni indigenous people qilayotgan Uyg'urlarningki shu narsasini nima qilib etishini amaldan qoldirib qilishini talab qilaman. Chunki men bir tal xalqning ichida bir tal xalq bo'lishim nisbati bilan men indigenous people emas. Shuningga men shularningki o'tkazgan xatoliklarni tuzatishni talab qilaman. Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Stand up Sweden! Stand up Sweden! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! Fascist CCP, terrorist CCP, Xi Jinping, terrorist, fascist Xi Jinping, Chen Jianguo, terrorist. We will have independence, we will have independence, we will have independence. Fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, fascist China, China stops genocide, China stops genocide, virus China, terrorist China, dictator China, China release my parents, China release my parents, China release my parents, Xi Jinping terrorist, virus China, CCP virus, China release my parents, China release my parents. CCP terrorist, fascist China, terrorist China, dictator China, stand up Sweden, stand up Sweden, we will have independence, we will have independence, China get out of East Turkestan, China get out of East Turkestan, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren. Kina stop fuck mördare! Kina stop fuck mördare! Kina stop fuck mördare! Kina stop fuck mördare! Fascist China! Terrorist China! Dictator China! China release my parents! China release my parents! China release my parents! Virus China! Terrorist China! Dictator China! Terrorist China! Qancha qiz konsulga telefon qilyapti. Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! Dictator China! China stand up! Sweden stand up! Sweden stand up! Scandinavia stand up! Stand up! Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! China release my parents! Fascist China! Terrorist China! China stop fuck murder! China stop fuck murder! China release my parents! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! China stop fuck murder! China stop fuck murder! We will have independence! We will have independence! China get out of East Turkestan! China get out of East Turkestan! China stop fuck murder! Virus China! Terrorist China! Dictator China! Xi Jinping terrorist! Fascist Xi Jinping!
Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! Diktator China! Fascist China! Terrorist China! Orkes kırın. Fascist China! Terrorist China! Virus China! CCP terrorist! Xi Jinping terrorist! China, release my parents! China, release my parents! China, stops genocide! China, stops Uyghur genocide! China, stops Uyghur genocide! We will have independence! We will have independence! We will have independence! China, get out of East Turkestan! 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 Fascist China! Terrorist China! Dictator China! Terrorist China! Virus China! CCP terrorist! Xi Jinping terrorist! China, release my parents! China, release my parents! Sverige, gira på Uiguren! Sverige, gira på Uiguren! China, diktator! Xi Jinping, diktator! CCP, fascist! Terrorist! China! Çinçango, terrorist! Qarindoshlar, atanimizga egi chiqayli. Hargizmi bularni beguna turmalarda yotqizgan ishni qilmayli. Xalqimizningki ishi bizga qoldi. Xalqimizningki birdan bir umidi bizda qoldi qarindoshlar. Bizdan boshqa hech kim xalq chatalik Uyg'urlar yordam qila olmaymiz. Ular hech kim qila olmaydi qarindoshlar. Namoz o'qiydigan pokiz bolalarimizni, aqlli bolalarimizni turmaga solib oldi. Vijdoni bolalarni turmaga solib oldi. Qarindoshlar, bizdan boshqa hech kim qila olmaydi. Biz parlamentning ichidagi Xitoyni o'sh ko'radigan parlament a'zolari xat yozib mustaqilligimizni deyishimiz kerak. Dunyo tartibini yangi kelayotgan chog'da o'zimizning bir kishilik mushu taqsim bo'layotgan to'rtdan o'zimizning bir kishilik bo'lishini deyishimiz kerak qarindoshlar. Ota-onamizga ega chiqqach, vatanga ega chiqayli. Nomussizlik qilmayli qarindoshlar, xumsizlik qilmayli. Biz hammaga kuchib bora olamiz, pasportimiz bor, pulimiz bor. Ularda bir tal kimlik bilanmi natijada tekshirishni o'tib, telefonning ichida yo'qolgan narsalarni bahona qilib tutib akirib ketadi. Shunchalik do'konning ichida yashaydi bular qarindoshlar. Anda qilmayli, ota-onamizga ega chiqayli qarindoshlar. Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Diktator China! Virus China! CCP terrorist! Xi Jinping terrorist! China, release my parents! China, stop Uyghur genocide! China, stop Uyghur genocide! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Scandinavia! Fascist China! Sverige, gira på Uiguren! Sverige, gira på Uiguren! Fascist China! Kina, stop fuck mördare! Kina, stop fuck mördare! Kina, stop fuck mördare! Anaga to'g'irlan aytishnaga. Davis qolmiz, Davis. Spat. Fascist China! Terrorist China! Dictator China! Xi Jinping terrorist! Fascist Xi Jinping! Virus China! China, release my parents! China, release my parents! China, release my parents! China, stop fuck murdering! China, stop fuck murdering! China, stop fuck murdering! Sverige, gira på Uiguren! We will have independence! We will have independence! China, get out of East Turkestan!
China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China get out of East Turkestan. China terrorist. Xi Jinping terrorist. Fascist. Xi Jinping. China release my parents. Jonagan Xitoyninki Uyg'ur tilli hayillari menga telefon qilib, tahdid qilib, hujum qilgan. Bugun mana Xitoy konsulniki Xitoy o'quvchini avatibdi. To'xtamay konsulga telefon qilib, qarindoshlar, harakat qilsak bir gap bo'ladi, bo'lmaydigan ish yo'q. Men mo yana azroq bir soatdan keyin, tug'andan keyin azroq qiladigan ishlarim bor. Bir bilan ko'rishib qo'ygan yerlarim bor. Shuningga qarindoshlarinki vaqtida ota-onasiga ega chiqishini qimirlasa, harakat qilsa, cho'qim bir natijasi chiqadi qarindoshlar. Uni qilmay turib, voy, bu qanday bo'ladi? Bu ish qanday avjiga chiqadi? Bu ish bo'lmaydi, so'lavoldi, u bu deganga bo'lmasimi qilish kerak, bo'ldiramiz. Bo'lmasa bo'g'izimiz, bo'lsa tig'im yaxshi bo'g'izimiz. Ya, kattami bu? Bo'pti, qarindoshlar, men bu amsa chiqib ketay. Azroq qiladigan ishlarim bor diye, minglarga rahmat. Xabarlar qo'yasizlar, Xudoyimga omonat. Bu Xitoyga ishlayotgan Uyg'ur tilli xoinlar, munofiqlar, cho'shqamgan kuchuklar, dunyo Uyg'ur qurultayki, cho'shqining kuchuklari, Xitoyninki yotqanning teshidan bo'lgan farzandlari, Jo'ng'o farzandlari, munofiqlar, Oshkolongni yig'ish, Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uriston bo'lamdi, Sharq Turkiston bo'lamdi, vatanimiz cho'qim mustaqil bo'ladi. Senlarni bir kun olmay, bir kun cho'qim hisobingni berishsa, ilmo yaxshi kunlarni ko'mayotsa, chiroyingga qarab yiqisha, usruqda ko'p ketdi, go'yning ballari fangpi chiroy bo'lib ketibsa. Ananiki Amerikadagi Zubayra to'liq o'tog'otan qilmay, gaping bo'lsa oldimga chiq, sen qanjoq materiallar ta'minlash uchun seningmi narslaringni men hamma narsangni biz do'stlar bilan birlikda Amerikaga, Mamshada Amerika konsuliga ta'minlayman. Seningmi ko'giligingni ko'rsasanmi? Sen ashuningga sen material avatib, ashunda meni jasuslik qilishga, Shvetsiya konsuliga kirgizishga sen kuch katding. Chunki materialni seni avatib yurdi degan ovozlar hamma narsalar bor. Uningdan boshqa sen ashadagi demokratik Xitoylarning orasiga kirib, xalqningki bergan intervyuning qog'ozlarini sen tep chiqding. Shuning uchun sen ega bu ishlarga dunyo Uyg'ur qurultayidagi va boshqa har qaysi mushunga chetishlik odamlarmi xeyli bor. Bo'pti, qarindoshlar, omon bo'linglar. Mening azroq bijiradigan ishlarim bor, men chiqib ketay. Xudoyimga omonat. Esitan aka.